Assalomualaykum obunachilar. Men Namangan tumani Tepao'ran qishloqdamiz. Mana obunachilar. Quyboq sirlarni qo'ldan kelgancha Azizbek ukamizdan olib beramiz obunachilar mana. Hurmat Azizbek. Siz qani ishlar yaxshimi? Assalomu alaykum. O'zi yaxshimi? Va alaykum assalom. Charchamay turibsizmi? Nima gaplar aka? Mana shu quyboq sirlarni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib berasiz Azizbek. Yetkazamiz aka qo'ldan kelgancha. Qo'chqor ekan bular emas, ha? Emas qo'chqor aka. Mana obunachilar. Bular zotga qo'chqor bo'lsa, Ha, bu zot yo'nalishda. Monolar tayyor bo'lib qoldi go'sht yo'nalishga. Ha, badallari yaxshi. Manag'ida yangi tushishni boshlayapti. Mana sekin yangi olish boshlayapti ekan-a? Ular endi uzoq qolib sotuvda endi bularni. Bular tayyor bo'lib qolibdi-da. Tayyor, ha. Uni nariga zotga baxsa ham bo'ladigan ekan, tozasi. Zot yo'nalishga bu. Toza sori ekan. Shu ham to'rtta, ular ekishgan, qo'zi. Ular tayyor bo'lib qolibdi-da. Biladi, Alloh bunachilar. Tayyor bo'lib qolibdi. Sekin bo'shatyapsiz ekan qoralarda. 3 oy, 4 oy baqamiz. 3 oy, 4 oyda. Endi biz aytgandek rejimda baqsa 3 oyda qo'chqorni baqib chiqarsa bo'lar, hamma sog'liqda 3 oyda baqib chiqarsa bo'lar dedi. 3 oy uzog'i bilan 4 oyda qo'chqorni yetiltirib chiqarsa bo'lar. Uni o'zini haligisi bor-da, qana qarashda. Rejimi bor-da uni ham. Endi qo'yakan deb har xil narsani oldiga tashlab qo'ymaysiz-ku. Qo'ldan kelgancha bunga ham mehr bermasangiz o'zgarmaydi qo'y. Shunaqa. E'tibor ham berib turish kerak-da. Ular endi necha mahal yemaydi, necha mahal hashak suv ichadi ular. Ular 2 mahal yem beramiz. 2 mahal yemaydi. Ertaman 8da yemaydi, kechki payt 6da yemaydi. Kechki payt 6da. 3 mahal hashak yeydi. Ertaman namozga turganda hashak yeydi 6larda. Shu bilan bitta hashak yeydi bir qo'l. Shundan yana o'sha kechqurungi yem yeyishidan oldin yana bir hashak yeydi. 3 mahal rejim bilan hashak yeydi, 2 mahal yemaydi. 2 mahal suv tutiladi. 2 mahal suv. Oldida suv bermaymiz. Mana tagi changi qurib yotdi. Tagi ham haqiqatan quruq turibdi ekan obunachilar. Ha, quruq, hamma quramiz tagi quruq. Nimaiki oldida suv tursa olgan payt ichib ketaveradi-da, tagi siyib bilchilasi tashlayveradi. Shu 2 mahal suv ichadi. Ha, 2 mahal suvini bersangiz tagi zo'r turaveradi-da, nimaiki qo'y o'shanda yaxshi o'zgaradi. Oyoq og'riq, revmatizm kasal, yo'tal bo'lmaydi qo'yda. U qaysi payt suv beriladi uni? Vaqti bormi suvni ham? Bir suv berasiz. Shundan abitdan keyin soat 3larda bitta suv berasiz. Shu 2 mahal 10 minut 3 tarafda. Shundan suv bermaysiz. O'shanda tagi qup-quruq turadi mayda, changi ba. Tagi yana shunday turaveradi. Ammo haqiqatda obunachilar shu rejim bilan suv berishda ham foydasi bor-da mana. Tagi qup-quruq turibdi mana so'z isboti mana. Yangi tushyapti belki. Yangi partiya yemga. Yangi kelyapti. Sekin sotib qo'ldan kelgancha o'rniga sirasi yangilayapmiz. Men beyda bitta arashan qozimiz bor. Bu arashan haqiqiy nihoyatda go'zalidan ekan bu Azizbek. Buni narxini aytib ketasizmi buni? Buni endi misol qiziqqan aka-ukalar bo'lsa aka narxini aytib ketaveramiz. Qo'zi aka bu. Qo'zi bu chiqarmagan hali. Uzunligi 1 metr. 1 metr uzunligi. Bo'yi 87 sm. 11 o'nak bo'yli qo'zi. Mana obunachilar realni bo'yigacha o'lchab ketiladi mana obunachilar mana. Mana bo'ylar. Bo'yi 88 ekan. Chekam 90 ekan obunachilar bo'yi mana. Uzunligi ham aka mana 1 metr uzunligi. Obunachilar 1 metr mana qo'y haqiqiy. Shu ham o'sha 11 o'nak bo'yli. Zotiga mana qo'ying bormi desa bor deydigandan ekan obunachilar. Ular ham butun desam mana yerda ozgina metga qo'yilgan ekan mana obunachilar. Hozir liniyasi ham bo'lish kerak. Endi biz liniyasini so'ramaganmiz. Dumbalari ham tikka egri dumbasidan ekan obunachilar mana ko'rildi. Mana haqiqiy badani ham rosa ko'chib bo'ldi. Yunglarni oldirib qo'ydi. Mana qo'ying bormasa bor deydigan ekanda. Azizbek buni narxi qancha endi bu narxini aytib ketaman tabaralloh. Aytib ketaveraymi? Endi hali qiziqqan bo'lsa. Hop, buni narxiga kelsak, Doniyor aka narxi 8 million. 8 million. Hayri bormi yo bo'ladiganimi? Telefon qilishsa hayrini qilib beraman. Hozir hayri bor. Hayri bor. Endi buni misol 8,5 million, 9 million dollarda qo'yadigan. Ammo haqiqatda zo'r ekan qo'y. Dollarda chiqarmayman. Jonivor. Hozirda uni qo'ydi yuzini qara. Qo'yinglar qo'ydi obunachilar mana. Oq yuzidan. Mashalloh. Lekin birinchi sort emas. Birinchi sort arashanmi? Tozasi. Birinchi sort arashan bo'lsa, misol beyda
hozir birinchi sort deb yolg'on gapirib ketilmaydi. Hı hı Birinchi hı. sort emas. Demakki birinchi sortlar boshqacha bo'ladi. Ha, birinchi sortda Bunaqa masalan u 5 ming $1000 10 olib ming ketyapti-yu dollardan ular. chiqib kelyapti. Misolda endi buni ya ikkinchi sort ya uchinchi sort bo'lishi kerak. Inoq, Men misol ha. birinchi sort deb yolg'on gapirib, ayyom kunda turib, haligi narx To'g'ri. qo'yib ketmayman. To'g'ri. 8 millionga hayron qilib beraman. 8 Lekin million. zoti bor qo'y. Ama haqiqiy. Liniyasi bor. Endi liniyasi qanaqa bilmayman. Nimaki menga egasi liniyasini aytgan, men liniyasini aytib ketmayman. Ha, ha, ha. Ha. Menga aytgani, endi men ham rostmi u yolg'onmi bilmayman. To'g'ri. O'zimiz bozorlardan yaxshi qo'y chiqsa terib olaman. Qiziqqanlar telefon qilib aloqa chiqarasam, o'ydi haqiqiy zo'ridan ekan mana. Maza qilib, zotga misol yaxshi bir sovg'alar qo'shib bolasini olib yurgani zo'r ekan mana. Azbek bu go'shtlanishlardan bularni ham sekin telefon qilsa, Ha. kelishib Telefon qilishsa kelishib beraveramiz. bu taroziga ham beraverasiz, ha, ularni. Hozir aka bizda go'sht 130 ming so'm 130 mingga chiqdi ama go'sht. 130 ming so'm sotilyapti. Tirik go'shtga 70 ming so'mdan tortib olinyapti. 70 ming, ha. O'zi aslini olganda 70 ming so'mdan tortib bergan odam ziyon qiladi. Ha, ziyon qiladi. desangiz, bitta hisob kitob qilsangiz 100 kilo kelsa aka mana shu qo'yimiz misol tirik go'shtga 65 kilo go'sht qiladi. Inoq. 65 kilo go'shtingizni hisoblasangiz 110 ming so'mni ziyon bilan chiqasiz. Ziyon. Demakki so'ysangiz yutasiz. 120 mingni so'yib oladi-da buni. So'ysangiz, qassobxonaga so'yib bersangiz 120 ming so'mdan so'yib oladi. 120 ming indamay so'yib olaman. Tirik go'shtga ko'pchilik bozorga chiqib qiziqaveradi, tortib berish kerak. Inoq, ha. Tortib bergan odam 100% ziyon qiladi. Maza qilib dumba yeyman degan obunachilarni. Dumbani qaranglar. Mana shu qo'yimizdan Sir 90 dumba kilo. ekan. Tirik go'shtga. Tirik go'shtga 90 kilo. Eng kichinasi ya. 3,5 oy bo'ldi. Obunachilar haqiqiy. 72 kilo. Yuzlari ham 3,5 oy o'tib oldi. Zo'r semirib berdi biz aytganda. Endi hali yungini oldirib netganimiz yo'q. Haqiqiy. Qo'ylarni legendalari ekan obunachilar mana. Qo'ydi endi baqishdi mana Azizbek ukamiz aytgandek voqsalarni yo'q mana 3-4 oyda ichida mana sovliq qo'shib o'zgarar ekan qo'ylar obunachilar mana. O'sha yemini, hashagini vaqtida suvini berib nima qilsa tez o'zgaradi. U haligi qo'y bor deb ko'chada gagona qilib yuraversa, u bilan ish bitmaydi. Keyin aytishadi-da, biz bozordan qo'y olsak-u, qo'yimiz sizlar aytgandek o'zgarmaydi deb aytishadi. O'zim men o'zim savdogarman, qo'y boqaman. Yalik qilib gapirib ketishdi kerak yo'q. Bozorda savdo ham qilamiz. Ko'pchilik aytishadi-da, bozordan qo'y olamiz-u, 5-4 oy baqsak, nimaga biz baqsak qo'yda qilmaydi deb aytishadi-da ko'pchilik. Demakki ular haligi qo'lga soat taqib, uzuk taqib, allaqaydagi bolalarga o'xshab ko'chada gagona qilib yurishaveradi. Endi qo'yim o'zgarmadi deb chiqishadi. Men vaqtida qarash kerak-da, bu ham aka o'zimizga o'xshagan narsa-da. O'zimiz ham yemasak hayotda turmaymiz. To'g'ri, mahal 5 mahal vaqtida qaralsa, hamma narsa ham o'zgaradi. Necha mahal ovqat yeymiz, talab qiladi. 3 mahal talab qiladi ovqatni, bu ham jonzotda tili yo'q narsa. To'g'ri. Tili bo'lsa aytadi, tili bo'lsa aytadi. Endi yaxshi qarasa mana shu qo'yimizga aka 40 kun bo'ldi kelgani. Obunachilar 40 kun ichida qarang, qo'ydi 90 qarang. kilo, 103 kilo. Mashina ham bo'yini o'lchab ketaylik Azizbek mashina ham. Mana shu qo'yimizdami? Mana obunachilar, bo'yini ko'ringlar buni. Jonivor o'zi 95 plyusga beraver ekansiz Azizbek buni. Mana obunachilar o'zi 1 metr junimini 95 plyusga olaver ekansizlar obunachilar. Bayağı metr yetmasa kerak bayağı. Yetmasa kerak, qani bir tashlab qo'ygan yo yetar ekan. 1 metr. 1 metr mana o'sha mana obunachilar. Bu qo'ydi qarang. Qo'ydi haqiqiy mana zotga toza. Quloqlari butun. Eng yuvosh qo'yimizdan biri. Mana obunachilar qo'ylarni qaranglar haqiqiy. Bo'ldi. Kim biladi qaranglar jonivorlar. Mana. Kecha odam bilan juda o'ynashadi-da bu. Qo'ydi qarang. Endi monolari bor. Ular semiz variant. Semizda tayyor go'shtga. Aytsa, yetkazib beraveramiz. Ular semirib yetilib bo'lgan qo'ylar. Qaranglar. Trigvesiga hisoblasangiz mana shular 82 kilo, 85 kilolik qo'ylar. Monolari bor, 95 kilo, 100 kilolik qo'ylar monolar. Haqiqiy zo'r o'zgarib tashinasa? Bular aka 2,5 oy bo'ldi kelganiga. Bular ham yetilib bo'ldi. Dumbalarni zotga mana shu haqiqiy tavsiya qilamiz obunachilar. Ko'ringlar. Toza sug'orib qo'yamiz obunachilar. Dumbalarni qaranglar.
Mana bulançılar mana haqiqiy aş büyükkämiz etgende çirelikke yemleseler aynak bolup özgerer eken bulançılar mana. Mana bulançılar. Şimdi bu kaçtan diye narxını etkiledi belki. Aynak kaçtanda ha. Narxını 8 milyonga yetkizib beramiz buni. 8 milyonga. Hmm. Azna hayri barmı ya boluşu mu bu? Ozgina xayr qilib beramiz. Telefon kurala kaç kalsa azna hayri var eken. Bulançılar. Video canında hatta kemçiler olsun aldığından özür. Sağ olun, selamat olun.